Jo'xa, qara, menda nima narsa bor. Nima narsa bor? Qara, ko'rmayapsanmi? Yo'q, ko'rmayapman. Qani? Orqamga qara. Hozir orqaga qaraymi? To'xta, sen orqaga qaray olmayapsan. Sen orqaga qaraganimcha menga qarab qo'yyapsan. Yo'q, u orqamga emas, uyimni yoniga qara. Ha, bu daraxtlarni aytyapsanmi? Ha, o'sha daraxtlarni. Nima qilibdi bu daraxtlar bo'lsa? Ko'rmaysanmi? Yashillik qilib juda ham chiroyli dekoratsiya qilganman. Ko'rib turibman, lekin juda ham chiroyli ekan rostdan ham aytganingdalik. Voy nima deyapman? 1 2 3 4 5 6 tami nechta? 6 ta qayerdan olding? Sotib olib keldim. Nahotki puling bormi seni? Ha, bor edi. Yaxshi, pulingni nahotki shu narsaga sarflagan bo'lsang, sendan kutmagandim lekin. Nimaga kutmaysan? Men shunaqa yaxshi odamman-ku. O'xshamayapti-da lekin. Nimaga o'xshamaydi? O'zi kecha o'rmondan daraxt kesib yurganding, endi olib kelib bu yoqqa daraxt ekib qo'yibsan. Daraxt ekmaganman, ko'rmayapsanmi? Ekilgan tayyorni olib kelgansan-da. Ha, shunaqa. Bu menga chiroyli bo'lishi uchun olib kelganman. Katta bo'lgandan keyin yana kesib olaman. Sen yomon ish qilmoqchi ekansan demak. Bo'pti, o'zing bilasan. Muhimi senda yo'q. Menda yo'q, chunki men daraxtni katta bo'lgandan keyin kesib olmoqchi emasman. Ha, demak sen yaxshilik qilmoqchisan. Bo'pti, qarochi, sen bilan laqillatib o'tirishga bu yerda vaqtim yo'q meni. Janob merga aytaymikin, buni qiladigan ishini o'rmonga zarar yetkazyapti, tabiatda yomon ahvolga keltirib qo'yapti. Assalomu alaykum, janob mer. Va alaykum, ke Jo'xa. Qarochi, anavi Jetel bor-ku, anavi ro'paradagi uyda yashaydigan. Xo'sh. O'sha ko'rayotgan bo'lsangiz, uyning yoniga daraxtlar olib kelib ekib qo'ygan, dekoratsiyali daraxtlar. Ha, ko'rdim, nima qilibdi? O'sha daraxtlar katta bo'lgandan keyin kesmoqchi ekan. Nima uchun olib kelibdi bo'lmasa? Aytyapman-ku, kesmoqchi ekan. Kesmoqchi bo'lsa nimaga ekan? Unga jarima qil. Nahotki jarima qilaman? Bunga jarima qilib bo'lmaydi-ku daraxt kesish uchun. Axir o'zimiz ham kesamiz-ku. O'zimiz o'rmondan kesamiz axir. To'g'ri. Mayli, unda qancha jarima qilay? $500 jarima qil. Lekin uyni oldi rostdan ham chiroyli bo'lgan, dekorativniy bo'lgan. Ko'rdim. Balki hamma qishloqlarning uyini yoni shunaqa chiroyli bo'lsa, qishlog'imiz hamma yoqdan yam-yashil bo'lib ko'rinar, yashil makon degandek. Ha, to'g'ri o'ylayapsan. Lekin qayerdan olamiz daraxtlarni? Bilmadim, qayerdandir zakaz qilish kerakdir balki. Ha, to'g'ri. Ana zakaz olib kelib beradigan qishloqda chetida yashaydigan odam bor, o'shanga borib zakaz qilib yubor. Bo'pti, hozir zakaz qilaman. Senga keyin kelib jarima qilaman. Hozir borib daraxtlarni zakaz qilib kelayin. Bir xilidan zakaz qilgan ekan, men 4 xildan zakaz qilaman. Chunki qishloqda har xil chiroyli narsalar bo'ladi. Xo'sh, telefonda janob mer telefon qilyapti shekilli. Allo, eshitaman janob mer. Bordingmi yoniga? Kelib qoldim. Bo'pti, gaplashtir men bilan. Hozir. Assalomu alaykum janob. Va alaykum, ke Jo'xa. Janob mer bilan gaplashing. Allo, janob mer. Jo'xa bordimi? Keldi. Aytgan narsani olib kelib ber. Bo'pti, olib kelib beraman. Nima kerak, Jo'xa? Xullas 4 xil dekorativniy daraxtlar kerak. Uylarning yoniga qo'yishga gul tuvakka ekilgan. Bo'ldi, est qilamiz. 2 minutdan keyin aylanib kelib olib kelib qo'yaman. Mayli. Bo'pti, men ketdim, qarochi. Boraman, 2 minutdan keyin aylanib kelaman. Hozir 2 minut ichida nima qilsam bo'ladi? Poliz ekinlarni yig'ishtirsam bo'ladi albatta. Chunki soliq to'lamaganimga ancha vaqt bo'lib ketgandi. Polizda adashmasam rediskadan boshqa hamma narsa bor. Chunki rediska hali topa olganim yo'q. Rediska urug'idan topsam, bu yoqqa ekib qo'ysam bo'ladi. Hozir kartoshka, sabzi hamda bug'doy bor. O'shalarni yig'ishtiramanda olib borib janob merga topshirib, keyin dekorativniy daraxtlarni olib turib, hamma jetellarni uyini yoniga bittadan qo'yib chiqaman. Chiroyli bo'ladi. Bittadan emas, to'g'ri 4 tadan qo'yaman. Chunki 4 xilidan zakaz qilindi. 4 xil bo'lgandan keyin uyning oldi juda ham chiroyli turadi. Uyning oldiga emas, ichiga qo'ysam ham bo'ladi. Chunki gul tuvagi bilan keladi u narsa. Gul tuvagi bilan kelgandan keyin uyda ichida ham bemalol turadi. Faqat unga suvni o'z vaqtida berib turish kerak. Jetellar o'z vaqtida beradimi yo'qmi bilmayman. Ularga tayinlab qo'yish kerak. O'z vaqtida suvni berlaring, qarab o'tirlaring, yaxshilab qara, o'stirgin deb tayinlash kerak. Lekin janob merda o'zi aytmaydi, menga buyuradi o'shani ham. Shu uchun o'zimdan bilib hozir borib aytib kelaman. Bu yerga kerak emas ekan. Chunki men bu yerga bitta ekdim-ku, o'shaning uchun u tomonga kartoshka egaman keyin. Kartoshkani olamiz. Bu yoqqa kartoshka. Okey. Bo'ldi. Kartoshkani ham ekib bo'ldim. Afsuski bitta chirik kartoshka chiqdi. Buni hozir qayergadir uchirib yuborishim kerak. Mana shu tomonga siltab yuborsam hech kim ko'rmasa kerak. Okey, bo'ldi. Всё. Hozir janob merga borib topshiraman. Keyin esa o'sha dekorativniy narsalarni o'rnatib chiqsam ham bo'ladi. Menimcha ularga suv kerak bo'lmaydi, chunki suvli narsa emas. To'xtanglar-da. Mana bu yerdan gaz chiqyapti shekilli. Gazni yopib qo'yish esimdan chiqqan ekan. Tak o'chiramiz. Ichida hech narsa yo'q ekan, bo'ldi. Muzlatgicham o'chiq turibdi. Yaxshi, svetni juda ham ko'p ekonom qilmasdan sarflab yuboradi. Svetni ham o'chirib qo'yish kerak. Axir svet elektr energiyasi saqlanishi uchun. Xo'p, hozir jetel qilaysan. Jo'xa, ishla qilay.
Yaxshi, o'zing qalaysan? Chotki nima gap? Hozir hamma uylarning yoniga to'rttadan daraxt ekib chiqaman, ya'ni uyning ichiga ham qo'yaman. Uyni ichiga qanday ekasan? Gultuvak bilan. Ha, demak u dekoratsiya ekan-a? Ha, shunaqa. Sening uyingga qo'yaymi? Albatta qo'y. Ha, bo'pti, unda qo'yib chiqaman. Faqat hozir emas, chunki navbating kelishi bilan qo'yaman. Birinchi soliq to'lash kerak. Janob mer, soliqlarni olib keldim. Ha, bo'ldi, qo'yib ket joyiga. Aha, bo'ldi, mana qo'yib ketayapman. Keldim buyurtmang. Yo'q, hali endi kelgan bo'lsa kerak. Ha, borib olib kelib tezroq ek. Meni ham uyimga olib kel. Aha, mayli, lekin siz uyingizga 4 taga joy bilmadim bo'ladimi yo'qmi. Mana bu jitel hali ham turibdi. Bunga keyinroq jarima qilamiz. Chunki hozir jarima qiladigan bo'lsak, yo'qotib yuborishi mumkin daraxtlarni. Assalomu alaykum yana bir bor brat. Va alaykum. Narsalaring kelgan olib ket. Ha, o'zi shu uchun kelgandim-da. Ha, mayli janob, bo'pti, kelib tur. Aha, mayli. Bir chekkadan boshlaymiz. Mana shu uydan boshlaymiz. Bunga 4 ta sig'armikan? Bitta, 2 ta, 3 ta, 4-inchisi mana 4 ta juda ham ko'p bo'lib ketdi shekilli, lekin mana u uxlashga xalaqit qilar ekan. Unda mana bu bilan almashtirib bo'lmas ekan. Mayli, keyingilardan bunaqa xatoni yo'l qo'ymaslikka harakat qilaman. Mana bu yerda bitta jitel bor. Janob merni o'zini uyiga ham qo'yib qo'yishim kerak. Mana bu yerda mana bunaqangi zo'r joylar bor ekan. Keng ishgina xohlagancha narsa qo'ysa bo'ladi. Qo'yib qo'ydim. Bu ham uxlay olmaydi baribir. Jitellarni uxlamaydigan qilib qo'yaman, qarochi. Uxlay olmasin, indamanglar. Tak, mana bunisi uxlay oladi chunki, yo bunisi battar uxlay olmaydi. Tikonli ekan bunisi. Tak, buni bu yoqqa va bittani bu yoqqa qo'yamiz. Baribir ikki tomonlama azoblanar ekan. Bir tomondan u daraxt, bir tomondan bu daraxt xalaqit qilib turadi. Janob merni uyiga qo'yamiz. Endi tak, janob merni uyida balkonga qo'yib qo'yish kerak. Chunki bu yerda juda ham takoy dekoratsiya bo'lib turadi. Mana bitta, ikkita kattasini ikki tomonga qo'yaman. Bitta o'rtadan jarog'ini bu yoqqa va bitta o'rtadan jarog' mana. U dahshat chiroyli turdi. Bo'ldi. Keyin janob merni o'zi balki joyini o'zgartirib olsa ham bo'laveradi. Men shunchaki bittadan qo'yib chiqayapman. Hamma jetelni uyiga bittadan berib chiqsam, ularni o'zi qayerga qo'yishni biladi va o'zgartirib qo'yib olaveradi. Bu yerga bitta qo'yamiz. Bu yerga bitta, eshik hozircha yopiq tursin. Bu yerga bitta va bu yerga bitta takoy. Bemalol eshikni ochib yopishga xalaqit qilmasa bo'lgani. Bu jetelni ham hozir shu jeteldan so'ragandim shekilli. Sen uyingga ham qo'yaymi deb. Mana bu narsa kerak yo'q, to'g'risi buni olamizda. Tak, mayli, meni qo'limda turib tursin. Bu yerga bitta o'rnataman. Bu yerga bitta, bu yerga bitta va bu yerga bitta. Uyning ichi juda ham tor ekan, sig'madi to'g'risi bu yerga. Mana olib tashlab, endi olib tashlab ham bo'lmaydi shekilli. Obbo, nima qilsam bo'ladi? Buni olaylik birinchi. Buni olgandan keyin chiqib keta olmayman-ku baribir. Qanday qilaman? Oho, bunday qiyin sinar ekan bu. Menimcha bu gultuvak sindi-yu. Gultuvak sinsa keyin qaytadan ekib bo'lmaydi. Xo'p, qani sin, tezroq sinib ket. Yo'q bo'lib ketdi. Mayli. Hech narsa qilmaydi. Bu yerga bitta ekib qo'yamiz, tamom. Bitta gul kam bo'ldi. O'zi biladi, mayli. Kompyuter xonaga ishlatmasa bratan, bitta berib ket, ko'zimga yorug'lik ko'p tushyapti. Mana bratan, sizga dushi. Xo'sh, yana endi o'zimning uyimga takoylarni o'rnataman. O'zimning uyimga mana bu yerda juda ham ko'p keng joy bor. Bu yerga bitta, bu yerga bitta, bu yerga bitta va mana bu bittani yo'q, mayli, uyning ichiga qo'yib qo'yaman bittani yoki mana shu yerga qo'yaymikan. Bitta tepaga adashib qo'yib yuborib, buni olamiz. Mana shu yerda tursa juda ham chiroyli turadi. Ko'ryapsizlarmi? O, takoy. Endi qaysi mana bu jetelni uyi qoldi. Bu jetelni uyiga ham ekamiz albatta. Bitta, ikkita, tak, 3 ta, 4-inchisini nima deb qo'yamiz. Nimaga berib qo'ygan bilasizlarmi? Usti yopiq, baribir hech qanaqa nam ham tegmaydi, boshqa narsa ham tegmaydi. Boshqa jetelni uyiga bo'lganda, usti ochiq bo'lganda tegishi mumkin edi. Xo'p, mana bu jetelni uyiga qo'ydim. Jetel qalaysan, sen kerak emas mana bunaqa narsalardan. Menda bor, ko'rmayapsanmi? Senda bir xil, menda 4 xil. Yo'q, ber 3 xildan. Yo'q, endi senga berilmaydi. Yo'q, tegma. Bo'ldi. Hazillashdim, tegma deyapman. Tegma, bu ortimdan kelyapti. Qayoqdan ham shunga tegdima. Yopil. Yaxshi. Endi tega olmaysan. Nima meni urib qochding? Shunchaki qo'lim tegib ketdi. Seni bu qilganing uchun jarimaga torttiraman. Qanaqasiga? Ustingdan yozib beraman. Bitta sekin chertganimgami? Chertmaslik kerak edi. Bo'pti, bilganingni qil bor. Men ungacha biroz kompyuter o'ynab turay chiqani. Ketdi shekilli. Yo, ketmadimikan? Ketgan bo'lish kerak. Ketib yoribdi-yu. Qo'rqib ketdim. San emasding, ana boryapti shekilli, asta-asta. Qani borganmikan? Joyiga boribdi. Qalay bo'lar ekan? Meni bunaqa qilib qo'yding, sakraydigan qilib qo'yding. Bitta chertganimga sakraydigan bo'lib qoldingmi? Ha, shunaqa. Unda mana bu narsani bosib o'tir. Xo'pmi? Mana shuni bosib o'tirsang, maza qilasan, to'xta. Uni tayinga qo'yib qo'yaman. Mana aka. Dahshat bo'ldi endi. Avtomat tizim bo'ldi. Men elektr tok ishlab chiqaraman menda. Ha, shunaqa. Zo'r bo'pti, yaxshi bo'pti, men ketdim. To'g'ri, men ketdim, sen emas. Hozir
nimadir qilishim kerak, lekin nima qilishni bo'ldi, esladim. Aytgach, daraxt ekib chiqayotgandim, u hamma uyning ichida. Buni hech joyga ekmayman, chunki uni uzun daraxti bor. Birov daraxt unga kerak bo'lmasa ham kerak. Hop, bu yerga va bu yerga ekamiz takoy. Endi bu daraxt ekpan, bu uylarga ham bittadan daraxt ekib chiqamiz va chotki va mana buni bu yoqqa ekamiz takoy. Qolganlariga ham shunaqa bitta asta bittalab ekib chiqaveraman.